Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, yangi hikoya eshitishga tayyormisiz? Bugun men sizlarga mutakabbir kit haqida hikoya aytib bermoqchiman. Hikoyani boshlashdan avval mutakabbir so'zi qanday ma'no bildirishini sizga tushuntirib o'tay. Mutakabbir degani o'ziga bino qo'ygan, maqtanchoq degan ma'nolarni anglatadi. Biz men hammadan kuchliman, men hammadan aqlliman, men hammadan yaxshiman deyuvchilarga nisbatan mutakabbir so'zini ishlatamiz. Endi esa yaqinroq keling, hikoyani boshlaymiz. To'lqinlari jo'shqin, suvlari mo'l, ko'pdan ko'p kemalar suzib yuradigan bir dengizda mutakabbir kit yashagan ekan. U shunday ulkan va haybatli ekanki, boshqa baliqlar uni ko'rishsa, qo'rqqanlaridan dag'-dag' titrashar ekan. Mutakabbir kit bundan zavqlanar, o'zini dunyodagi eng qudratli jonzotdek his qilar ekan. Kunlarning birida dengizga katta kema suzib kelibdi. U mutakabbir kit yashaydigan yaqin joyda to'xtabdi. Buni ko'rgan baliqlar hayratdan bir-birlariga bu qanday kema bo'ldi? Buncha katta bo'lmasa, shu paytgacha bunaqangi katta kemani ko'rmagandim. Juda ulkan ekan. Hatto ana mutakabbir kitdek keladi-ya, deya gapira boshlashibdi. Bu gaplar haligi mutakabbir kitning ham qulog'iga yetib boribdi. Buni eshitgan kit kibr bilan: "Ha, bu matoh nima bo'libdi? Mening dumimga ham teng kelmaydi-ku. Bir ursam parcha-parcha bo'lib ketadi", debdi. "Ha, shoshmay turinglar, men sizlarga isbotlab beraman undan kuchli ekanimni", debdi-da, boyagi kemaning oldiga qarab suzib ketibdi. Buni ko'rgan baliqlar unga qarab: "Borma, halok bo'lasan. Bu inson bolasining kemasi. U seni ayamaydi", deya uni yo'ldan qaytarishmoqchi bo'lishibdi. Ammo mutakabbir kemaning yoniga tobora yaqinlashganida bexosdan nimaningdir ichiga kirib qolganini his qilibdi. Qarasa, bu ulkan qarmoq ekan. Shunda jon talvasasida "Yordam bering, yordam bering, to'rga ilinib qoldim", deya faryod cheka boshlabdi. Ammo hech bir baliqning unga yordam berishga quvvati yetmas edi. Shu payti kemadan odamlarning ovozi kela boshlabdi. "To'rga ilindi, to'rga ilindi, qani tortinglar", deya kit ilingan to'rni torta boshlashibdi. Mutakabbir kit qancha urinsa ham endi kech edi. Bu ulkan to'rdan qutula olmasdi. Oxiri taqdiriga tan berib, Allohdan kechirim so'ray boshlabdi. "Meni kechir Allohim, men kibrga berilib, o'zimga o'zim ziyon qildim", deya yig'lay-yig'lay tavba qilibdi. Shunday qilib, o'ziga katta baho berib, kibrga berilgan kit odamlarning o'ljasiga aylanibdi. Qissadan hissa shuki, kibr faqat Allohga xosdir. Alloh takabburlarni yoqtirmasligi haqida Qur'onda shunday deydi. Albatta, Alloh har qanday manman va maqtanchoq kishini yoqtirmaydi. Luqmon surasi 18-oyat. Shunday ekan, doim kamtar bo'laylik. Bolajonlar, ko'rdingizmi? Manmanlik, mutakabbirlik oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. O'ylaymanki, bugungi hikoyamiz sizga manzur bo'ldi. Keyingi hikoyalargacha sog' salomat bo'linglar. Aqlli bola bo'linglar, bolajonlar.